To'kchilar. Urganingdan keyin olib ketmaysanmi balig'ingni? Tashmoriy 10-aprel. Ijtimoiy tarmoqlarda ko'plab muhokamalarga sabab bo'lgan holatni o'rganish maqsadida biz Toshkent viloyatidagi, ya'ni xalq tili bilan aytganda Tashmoriyga yetib keldik. Ya'ni Tuyabog'iz suv ombori. Ko'rib turganingizdek, ushbu hududning oldinda turgan bir qismida umuman o'lgan baliqlar yo'q, lekin bu yerdagi mahalliy ovchilarning so'zlariga ko'ra, bu tomondagi xususiy baliq boqish havzasidagilar o'lgan baliqlarni daryoning u tomoniga tashlashgan. Toshkent viloyati Tuyabog'iz suv ombori hududiga elektr toki yordamida baliqlar o'ldirib ketilgan mazmundagi xabar bo'yicha tezkorlik bilan Toshkent viloyati ekologiya boshqarmasi tomonidan joyiga chiqib o'rganildi. O'rganish davomida o'sha Tuyabog'iz suv omboriga bir xil hajmdagi, bir xil turdagi sun'iy boqilgan o'lik baliqlar tashlab ketilganlik holati aniqlandi. Shu inspektorlar tomonidan tezkorlik bilan hozirgi paytda shu o'rganish ishlari olib borilyapti. Hozirda ushbu holat Toshkent viloyati ekologiya boshqarmasi tomonidan nazoratga olinib, huquqbuzarlarni aniqlash choralari ko'rilayotgani va suvdagi o'lik baliqlarni tozalangani ham alohida ta'kidlandi. Holatga aniqlik kiritilganidan so'ng huquqbuzarlarga nisbatan qonunda belgilangan tartibda tegishli choralar ko'rilishi ham aytib o'tildi. Ma'lumot o'rnida Amudaryo va Sirdaryo suv havzalarida 11-martdan 31-mayga qadar, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatidagi tabiiy suv havzalarida 26-apreldan 10-iyunga qadar, boshqa barcha tabiiy suv havzalarida 16-apreldan 31-mayga qadar baliq ovlash taqiqlanmoqda. Dovudxon G'ulomjonov, Javohir Mirzayev, Muhammadali Mamajonov, Ovoza informatsion dastur uchun Toshkent.